Siz hozir necha yoshdasiz? 31. Millioner bo'lganingizni nechida edingiz? 30. 30 yoshda? Ha. O'tgan yilmi? Ha. Tabriklayman. Rahmat. Bugun men kim bilan? Mana Bani Hassan, professional ot minuvchi. Qayerdansiz? Siz biznes egasimisiz? Ha, men biznes egasiman. Qanday kompaniya? Moliya sohasi. Moliya sohasida nima qilasiz? Investitsiyalar. Investitsiyalar? Ha. Intervyuda siz qat'iyat haqida gapirgan edingiz. Shuni ahamiyat haqida gapirib bering. Hech qachon yo'q degan javobni qabul qilmang. O'jar bo'ling, lekin yo'lingizda qadriyatlaringizni. Siz shuningdek ot minuvchisizmi? Ha, men 2021-yilda o'z kategoriyam bo'yicha milliy chempion bo'lganman. Milliy chempion? Ha, karyerangizdagi eng katta muvaffaqiyat omili nima bo'lgan? Ishtiyoq. Men ot minishni boshlaganimda hech kim bu g'oyaga ishonmagan. Ammo agar sizda aniq bir tasavvur bo'lsa, unga ishona olishingiz kerak, chunki odamlar faqat siz ularga ko'rsatganingizdagina ko'ra oladilar. Agar sizni yo'lingizning yarmida to'xtatishsa, manzilga yetib bora olmaysiz. Siz boy oiladan chiqamisiz? Ha, lekin otam meni sinovdan o'tkazdi va bu menga qarshi ishladi. Chunki odamlar men boy oiladan chiqqanimni ko'rib, bu erkalangan, biz unga yordam bermaymiz deb o'ylashdi. Chunki hasad bor. Shuning uchun hamma narsani o'zim qilishimga to'g'ri keldi va men muvaffaqiyat qozondim. Siz eshitgan eng ta'sirli hayotiy iqtibos qanday? Bu dunyoda o'zingni musofir yoki yo'lovchi kabi his qil. Biz bu yerda juda oz vaqtga kelganmiz. Bu fikr menga ruhiy jihatdan erkinlik baxsh etadi, chunki men shunchaki yo'lovchi ekanligimni tushunaman. Va ketganimizdan keyin bizdan yaxshi meros qolishi kerak. Sizning hayotdagi shioringiz qanday? Kommentariyada bo'lishing.